Hozir sizlar bilan shuni dahshatli voqeani gaplashamizki, mana shunday divanda yopishib, qapishib ketgan qiz taqdirini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Lasey Ellen Fletcher, 30 yoshli ayol, o'z uyida iflos va chirigan divanda jirkanch sharoitda o'lik holda topilgan. 12 yil davomida u o'sha joydan deyarli qimirlamagan. Suyak va terisi bir-biriga yopishib ketganki, atrofida najas, hasharotlar va chirigan yaralar bilan yotgan. Ota-onasi Sheila va Clay Fletcherlar uni tashlab qo'ygani, e'tiborsiz qoldirgani uchun javobgarlikka tortilgan. Ular qizimiz o'zi shunday yashashni xohladi deb aybni o'z zimmasidan soqit qilishga urinishgan. Lekin savol tug'iladi. 36 yoshga kirgan, lekin ruhiy muammolari bor qiz o'z hayotini o'zi boshqara olarmidi? Bu erkin tanlovmi yoki shafqatsizlik? Sud ularni insoniylikdan chiqib ketgan e'tiborsizlikda aybladi. Jamoatchilik esa ikkiga bo'lingan. Kimdir ota-onani qat'iy jazoga tortish kerak desa, boshqalar bu ruhiy kasallikka chalingan inson bilan yashashning og'irligi haqida gapirdi. Bu voqea kattaroq masalaga ishora qiladi. Jamiyat ruhiy kasallarga qanday munosabatda? Ularni boqish, ularga qarash faqat oilaning zimmasidagi mas'uliyatmi yoki butun jamiyatning? Bu faqat bitta oilaning fojiasi emas. Bu butun dunyo uchun ogohlantiruvchi signaldir.